Assalomu alaykum janob Ahmad. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Studiyamizga xush kelibsiz. Sizni Toshkentda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Bunday tadbirlarni tashkil qilgan O'zbekiston prezidentiga, parlament raisiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman hamda 150-assambleyada barcha mamlakatlar a'zolarini ko'rib turganimdan mamnunman. O'zbekistonning so'nggi siyosiy va iqtisodiy islohotlarini qanday baholaysiz va bu islohotlarni kelajakda qaysidir bir rivojlanayotgan mamlakatlarga namuna sifatida ko'rsatishimiz mumkinmi? Bugungi kunda O'zbekistondagi bo'layotgan islohotlar nafaqat mintaqa davlatlariga, balki butun dunyoga, xususan katta va kichik rivojlangan mamlakatlarga ham namuna bo'la oladi. Bugungi parlamentlararo ittifoqning 150-sessiyasi Toshkentda bo'lib o'tmoqda va bu sessiyalarda aynan kun tartibiga nimalar qo'yilgan? Parlamentlararo ittifoqning 150-assambleyasi Toshkentga tashrif buyurgan mamlakatlar qatorida O'zbekistonga ham juda foydalidir. Geografik jihatdan uzoq bo'lishimizga qaramasdan, biz O'zbekistondagi iqtisodiy, siyosiy islohotlarni muntazam kuzatib boramiz va bundan doimo boxabarmiz. Biz O'zbekistondagi ijobiy o'zgarishlarni katta qiziqish bilan kuzatamiz va biz Toshkentga kelganimizda islohotlar natijalariga guvoh bo'ldik. Hamda bizning tashrifimiz Marokash va O'zbekiston parlamentlari o'rtasidagi rasmiy aloqalarni yanada mustahkamlashga turtki bo'ldi.